Assalomu alaykum dadasi. Qayerda yursan? Ishdan kelyapman. Nechida kelishing kerak edi ishdan? 6da. Soat necha bo'ldi? 6dan 5 minut o'tdi. Qaytib hech qolmagin. Kel. Dadasi ovqat qilaymi? Ovqat qilganman. Bor sus. Ha bo'ladi. Shoshma. Xo'p. To'kasi. O'zim susaman. Dadasi, kiyimlaringiz bo'lsa bering yuvib qo'yaman. Mana bu erkak emanmi? Ha? Erkak bitta gapiradi, tushundingmi? Uzr. Mani ishlarimga aralashmagin. Kiyimlarni yuvib, dazmollab qo'yganman. Unda siz va'dangizda tursangiz, mana va'damda turaman. Aling. Nima bu? Ha? Nima bu? Nimasan? Mashhurlarni sotmoqchimisan? Uyalmaysanmi xotin? Ha, uyalmaysanmi? Sen bilan oyga $300 kelishgandik-ku, buni yuzi qani? Erkak bo'l. Да мы все дальше живем.